Nima qilman u to'p o'ylab turgan yey berib, onun üstüge qarang tushdan keyin mening muhim bir chayim bor. Şey bamsan bo'lmaydi. Va pulni avatib qo'ysangiz bo'ladi-ku. Sizning chingiz cho'nglarni yo'qlashdan muhimmi? Nima? Doktorxona kirib qoldi? Esingizda bo'lsin. Sizning ota-onangiz mangu mening ota-onam. Kechiring. Men baydan xato qildim. Apa, malay yaxshi turgansizlar? Ha, bizmi yaxshi? Shu ishlab apa. Akamning balasim cho'ngib ketganda, ha? Men tushdan keyin mayda o'taman apa. Ha. Ben geldim. Ha. Tushdan keyin menga ansirma. Men sana mangan chaqda gapirtmamda. Ma'qul apa. Amsa ishing qilavergin, ha? Ma'qul. Xo'sh apa. Yo'lga chiqib sap qolgansiz xotin, Marcha. Bu qutisi jib chiroyliga ya. Barachakam bilsiz-ku? Ha. Bu qo'sh yurak soda suvlarini bozorga sapdikan yenidan. Ishbaq ukamda pakapdikan-to. Tetib qa. Ha. Qo'sh yurak shaptul sodasi. Unda biz ichib baqay. Qutisi chiroyli bo'lgandan keyin cho'qim o'zim ichishlik. Raspayizga tami. Bir xil shaptul yegandek bo'lib qoldi. Xotin, yetma kelay debdi. Cho'nglarning yeniga bormag'ilimi xili vaqt bo'ldi. Shun siz tushdan bir tayyorlik qilsangiz, cho'nglarni yo'qlab kelaylim kerakmi? Bo'ldi, o'zingiz berib kelaman, bormay. Hey, bu degan urug' tuqqanlarning hammasi yig'ilib daqamda o'tkazgan tursak, bormaymi deganingiz demisi. Qarang, o cho'nglarni bu vaqtda bo'lsa-mu azroq qadrini qilib olayli. Bormayman dedim-mi, bormayman. Nima qilman u to'p o'ylab turgan yey berib, onun üstüge qarang tushdan keyin mening muhim bir chayim bor. Şey bamsan bo'lmaydi. Va pulni avatib qo'ysangiz bo'ladi-ku. Sizning chingiz cho'nglarni yo'qlashdan muhimmi? Bormayman dedim, bormayman. O'zingizning otangiz so'g'anki o'zingiz berib keling. Men tang avamay. Hey, qachongacha sening ota-onang, mening ota-onam deb jursiz deyman. Ish qilib men bormayman. So'lim telefon qilibdi-ku. Vay. Nima? Doktorxona kirib qoldi? Hozircha qandaroq? Pul desa asrimga men o'zim amalni qilay. Ma'qul. Nima ish oldi? Opamning tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'alib doktorxona kirib qopti. Doktorlar tezda 100 ming ko'y amal qilinglar debdi. Ammo qanday qilsak bular? Qanday qilasiz endi? Pul dema uydik altınlarni setib bir amalni qilishtiray. Uydik altınlarni satsingizmi, o pul chiqishmay qolarmiki? Qanday qilmay undaq bo'lsa? Ya bo'lmasa, birga choy o'ynayotgan do'stlaringizdan so'rab boqamsiz ya. Ulardan bir mo'jin chiqmaydi bunday vaqtda. Yuring. Doktorxonaga berib kelaylik. Lekin pardag'ash bo'lsam, shu pulni amalni qilib borsam to'g'ri bo'lar. Puldan siz g'amiyman. Pul menda bor. Lekin esingizda bo'lsin. Sizning ota-onangiz mangu mening ota-onam. Ularga qanchalik qilsak arziydi. Tushundingizmi? Kechiring. Men baydan xato qildim.